Bu video orqali Baraka ijtimoiy kartasi yordam xizmati bilan qanday bog'lanishni ko'rsatamiz. Baraka ilovasiga kiring. Asosiy ekranning yuqori o'ng burchagidagi quloqchin belgisini bosing. Bu yerda aloqa turlari va pastda tezkor javob olish uchun savol-javob ro'yxatidan olishingiz mumkin. Operator bilan bog'lanish uchun qo'ng'iroq tugmasini bosing. Bu bizning yagona aloqa markazimiz. Ovoz eshitilmasa, qurilmangiz ovozini balandlating. Agarda muammoingizni yozib qoldirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lanish menyusini tanlang. Murojaat mavzusini tanlang va xabaringizni yozing. So'ngra yuborish tugmasini bosing. Shuningdek, profil rasmingiz ustiga bosib, yordam bo'limidagi savol-javob bo'limi orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda ham qo'ng'iroq biz bilan bog'lanish yoki savol-javob bo'limi mavjud. Tabriklaymiz! Endi siz biz bilan qiyinchiliksiz bog'lanish usullarini bilib oldingiz.